Yangi Cobalt olganlar bu videoda oxirigacha ko'ringlar. Maytfon kolonkasini regulirovka qilishni ko'rsatib beraman, shundan keyin zo'r chiqaradi. Qaranglar. Bu knopkani ezamiz. Ezganimizdan keyin 1 2 3 4 xullas to'rinchisi nastroyka seti mana. Bu yerdan ezib kiramiz bunga. Kirganimizdan keyin 1 2 3 4 xullas to'rinchisida nastroyka zvuk turibdi. Buni ham bitta ezib kiramiz. Endi qaranglar, niskiy chastotani bu yerdan ezib kirib 1 qo'shib qo'yamiz. Plus sredniy chastotaga qaranglar. Buni 1 2 3 minus 3 qilib qo'yamiz. Ko'rib turibsizlar. Bundan endi saqlanib to'la chiqadi. Visokiy chastotaga bitta kirib turib, polniy qo'shib qo'yamiz akalar. Ko'rdinglarmi? Birinchisi plus 1, ikkinchisi minus 3, uchinchisi polniy plus qilib oxirigacha ko'taramiz. 2 ga qolganlarga tegmaymiz akalar. Chiqib ketamiz tashqariga. 2 ham bitta eshitib ko'ramiz mana. Bo'ldi, xudo xolasa endi zo'r chiqaradi akalar. Bu videoda yangi Cobalt olgan, 2025 olgan. Shunaqa yangicha maytfoni bor o'rtoqlarga jo'natib qo'yinglar yoki da saqlanib qolinglar, kerak bo'ladi.